Bugun legendarniy Fozilevga kelganmiz. Toshkent tumani bo'ladi akalar. Qarang, sotuvga chiqqan xonadonimiz shu bo'ladi. Fasadga bitta e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli holatda remontda qilib qo'yilgan. Narxi keladigan bo'lsa, talaba taklif boshida aytamiz. 407 sotuq bo'lyapti. Narxi $150 ming bo'lyapti. Bismillah deb xonadon kirib borar ekanmiz. Qarang, yo'llarga bitta ahamiyat bering. Burchatkalar, bu yoqlar atechniy to'ladan chiqarib qo'yilgan holatda. Bitta zeleniy zonaga bitta ahamiyat beringlar. Kattagina o'zbekona xonadoniga ko'zinglar tushib turibdi. Tapchallarni qo'yib qo'yishgan, bemalol choy ichib o'tdi. Oila davrasida suhbat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi planovkani tushuntiradigan bo'lsam, past tarafda bitta spalniyni ko'rishingiz mumkin, bitta zal, yonida oshxona, razdelniy hojatxona va hammomni ko'ryapsizlar. Endi bu yoq tarafga qarang, katerniyni joylab qo'yishgan, bitta hojatxona ham ko'z tushyapti. Qarang, xonadonda mazza qilib, toza havodan nafas olib yashash imkoniyatini beradigan xonadonimizga xush kelibsizlar. Bu yoq tarafga qarab yuradigan bo'lsa, qarang, kirishimiz bilan bitta kattagina holni ko'rishingiz mumkin, bitta ota-onalar yotoqxonasi, yana bitta spalniy, o'g'il bola yotoqxonasi, tepada bolxonaga ham nazaringlar tushyapti. Endi xonadonimizning xonalarning soniga keladigan bo'lsa, 6 ta xona bo'ldi, hol bo'ldi, 2 ta sanuzul bo'ldi. Narxi $150 ming bo'ldi. Fozila, bu yerda suv, svet, gazdan muammo yo'q joy kelganmiz. Okam o'zlari uchun qurgan uchastkalarni ma'lum bir sabab sotishga qaror qilibdilar. Bu yoq tarafga ketsangiz, Kelesga chiqib ketasiz. ATP Toshmi katta ko'chadan 150 metr ichkariga kirgansiz, shu xonadonni sotuvga chiqyapti. Egalar raqamini qoldirib qo'yamiz. Talash tortish barakasini qilsangiz bo'ladi. Albatta kelishadigan joylari bor. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqarmanglar. Xuddi shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin deganlar bitta yurakdan qizatirib ketasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.